Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Efirda siz kutgan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Ushbu loyiha boshlovchisi Nodira Begim sizlar bilan. Bugun bizga kelib tushgan tabriklarimiz bilan sizlarni tanishtiramiz. Marhamat, e'tiboringiz biz bilan bo'lsin. Qani ketdik. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Farhodjon aka, siz bilan bog'landikmi? Ha. Yaxshimisiz, sog'monmisiz? Rahmat, Xudoga rahmat. Ushbu go'zal damlarda siz bilan kutilmagan qo'ng'iroq, tabriklar loyihasi orqali bog'lanyapmiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Nodira Begim bo'laman. Avvalo sizni bezovta qilib qo'ymadik degan umiddamiz. Yo'q. Bugungidek go'zal sanalarning egasi ekansiz. Tavallud ayyomingiz bilan chin dildan tabriklaymiz. Rahmat. Allohimga chin ne'mat, Rasulimizga xolis umid bo'lgan kuningiz bilan, ayni damda qarshi olayotgan yoshlaringiz bilan, 45 yoshingiz bilan chin dildan tabriklab qolamiz. Rahmat. Yoshingizga yosh, umringizga umr, baxtingizga baxtlar qo'shilsin. Bugun bizning loyihamizga yaqin insoningiz tabriknoma maktublarini yo'llagan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Yaqin insonlardanmikan? Aha, kim bo'lishi mumkin? Nay, o'rtoqlarmi yo? Farzandlarim jo'natmagan. Farzandlaringiz orasidan qaysi birlari bo'lishi mumkin? Mana o'g'lim Hasanboyev bo'lsa kerak deb o'ylayman men. Albatta, ko'nglingiz adashmadi. Sizni eng yaqin insoningiz o'g'lingiz Hasanboy nomlaridan yetib kelgan ekan. Shu bilan birga barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomidan ham tabriklayman deya yo'llagan ekanlar. Rahmat. Ilohim mana shunday yaqinlaringizni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Ruxsat bersangiz, o'g'lingiz nomidan yetib kelgan tabriknomalarni o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Minnatdorman. Assalomu alaykum. Jondan aziz ko'rganim, suyangan tog'im, mehribon dadajonim. Sizni tavallud ayyomingiz bilan chin dildan tabriklayman. Ilohim biz farzandlaringiz baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Dadajonim, siz bizga faqatgina non topib bergan otamiz emassiz. Siz bizga iymon, halollik, or-nomus, sabr va shukrni o'rgatgan ustozsiz. Har bir nasihatingiz hayotimizga yo'l chiroq bo'ldi. Har bir duoyingiz biz uchun qalqon bo'ldi. Alloh taolo sizni o'zining eng suyukli bandalaridan qilsin. Qilgan har bir mehnatingizni, biz uchun to'kkan har bir teringizni, biz deb qilgan har bir tashvishingizni savoblarga aylantirsin. Sizni dardlardan, tashvishlardan asrasin. Qalbingizni Qur'on nuri, uyingizni baraka bilan to'ldirsin. Dadajonim, bilsangiz edi, siz biz uchun naqadar qadrli ekanligingizni. Balki ko'p aytmagandirmiz, lekin qalbimizning eng chuqur joyida sizga bo'lgan hurmat va muhabbat yashaydi. Sizni birgina bolam degan bir og'iz so'zingiz ham bizga dunyolarni beradi. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bizni sizga munosib, solih, duogo'y farzandlardan qilsin. Sultonim, tillo taxtim, g'ururim, shiddat shaxtim. Mening eng katta baxtim, dadam bor yashashmasa. Bilinmaydi tashvishlar, oson bitadi ishlar, yarashar maqtanishlar. Dadam bor yashashmasa. Yomonlar otolmas o'q, birov qilmas menga do'q. Xavotir yo'q, ko'nglim to'q. Dadam bor yashashmasa. Jannatim keng himmatim, uyim fayzu savlatim, o'zimning badavlatim. Dadam bor
yashashmasa yana bir bor tabriklayman. Hurmat bilan o'g'lingiz degan mana shunday go'zal tabriknomalarni siz tomon yo'llagan ekanlar. Rahmat. Yaxshiliklar o'zlariga hamroh bo'lsin, sizga hamroh bo'lsin. Shuncha vaqtlarda yana siz boshqa hammasi uchun kattakon rahmat. Rahmat. Dunyodan baraka topinglar. Rahmat. O'g'lingizning samimiy tilaklari ko'nglingizdan joy olib, kayfiyatingizni ko'tara oldi degan umiddamiz. Yoqqan bo'lsa xursandmiz. Ayni damda ijodiy guruhimiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz uchun tilaklaringiz bo'lsa, marhamat eshitamiz. Ana hamma yaxshilikni bildiryapti, boshqa qilyapti. Hammasi oila a'zolarim bormi? Jigarlarim, qarindoshlar hammasi yaxshiliklar hamroh bo'lsin. Hamkasb sheriklarim hammasi yaxshiliklarni tilayman, ularga hamroh bo'lsin. Sog' bo'lib, omon bo'lib, hamisha boshlar omon bo'lsin. Alloh hammalarga uzoq va baxt saodat bersin. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Mayli, sog' salomat bo'ling. Rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Samimiy suhbatingiz uchun Alloh panohida bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Ushbu go'zal taronalarimiz ham siz uchun yangraydi. Marhamat. Savlat to'kib yurgan uyimda, surati bor turgan bo'yimda, bir o'ynasin xursand to'yimda. Otamni bir quchoqlab qo'yay, dunyo ishin bir chetga surib, borligida mehriga to'yay. Xafa bo'lsa qo'yay kuldirib, otamni bir quchoqlab qo'yay. Do'sti bo'lay, sirdoshi bo'lay, maqtansin men baxtga to'lay. Xursand bo'lsa jilmayib kulay, otamni bir quchoqlab qo'yay. Otamma, otamma, suyangan tog'im, ishongan dog'im otam. Otamma, otamma, davlatim, boyligim, qiblagohim mani otamma. To'lib yashnasin, yuragim bir bor bo'shasin. Otamni bir quchoqlab qo'yay. Omonatu g'aflatda qolmay, ko'zlariga alamlar solmay, so'kib bersa ham ko'nglimga olmay, otamni bir quchoqlab qo'yay. Ish yurishmay qolganda, dushman ortdan kulganda, do'stlarim yo'qlamay qo'yganda, yolg'iz madadkorim otam, suyangan tog'im, ishongan bog'im, davlatim, boyligim, qiblagohim otam. Otamma, otamma, suyangan tog'im, ishongan bog'im otam. Otamma, otamma, davlatim, boyligim, qiblagohim mani otamma. G'am ko'rmayin ko'zingizda otam, ishonch bordir so'zingizda otam. Suyanganimsiz, ishonganimsiz, yuribman-da davringizda otam.